Siz qizimizni uzatib жатырсыз, sizga Xudo taraf, ya'ni mebel so'rab жатыр. Birinchidan, mebelning sizga eng arzoni kerak bo'lib жатыр. Ondan keyin eng qolayli mebel. Ondan keyin mebelning turligi kerak bo'lib жатыр. Al dastlabki xizmati bo'lsa juda yaxshi deb atasiz. Bu aytgan qolayliklarning, ya'ni mebel qolayliklarining barchasi bizda shishimi bor. Bu mening o'tirganim, ya'ni komplekt stol stulchiklar. Bunda ko'rganingizdek 6 stulchik bo'ladi. Stulchiklarimiz qattiq bekkem, ya'ni to'qima stulchiklar. Stulchiklarning ishi temirdan bo'ladi. Eng qizig'i ishi temirdan bekkem bo'lib o'tadi. Stollarimiz bo'lsa beta stiklo, qalin, ya'ni aynadan. Buni endi hech qachon sinmaydigan stol desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir sizning ko'rganingiz bu kukni navor. Ko'rganingizdek ulkan, keng, bir nevishni ya. Bugan bizlarda vakuumli to'psa qo'llanadi, ya'ni aytganda, ochilib jovulganda hech qachon sizning qo'lingiz qilib qolmaydi. Ya'ni aslini o'zi javula qo'yadi. Ko'rganingizdek navorning o'rtasi bizlarda ya'ni gifga mramordan ishlangan, ko'p yerda bilasiz, panirdan ishlanadi. Ya'ni o'rtasi panir bo'ladi, bugan suv tiyadi, o'tib bitib, qishladi, o'z buzilib ketadi. Bizlarda hech qachon undan qo'rqmaysiz, o'rtasi bekkem, ya'ni gifga mramordan qo'llanadi, hali banyadan qo'llanadigan zat bor-ku. Bizlarda sondan qo'llanadi. Hech qachon suv o'tib, qishilib, bunday zatlarni hech qachon bizda sezmaysiz. Birinchidan endek materialdan quralgan. Ondan keyin 4 tusli kraska bilan bo'yaladi. Al qalinligi bo'lsa 3 qavatdan iborat. Endi bular nizat deb atgan bo'lsangiz, bular yerda bizning 4 tur bo'lgan, ya'ni sandiqlarimiz. Siz bu yerda sandiqning 4 turlarini topsangiz bo'ladi. Odan keyin Instagram do'stlar, siz bu yerda kashalliklarimizni topsangiz bo'ladi. Ya'ni kegildi yo'q kashalliklarning barchasi bizda bor. Odan keyin siz bu yerda prikoshka, shipaner, jani prikoshka, turma, xullas 4 zatning barchasini topsangiz bo'ladi. Buni o'yin neqtir deb atgan bo'lsangiz, ko'rganingizdek, men aslida ya'ni oyoq kiyim qo'yadigan, buning safasi so'ncheli bizda bekkem, bir odamni arqayn ko'taradigan bo'ladi. Odan keyin bu yerda yana bir жаңалыгы bor. Sizlar 1 milliondan 4 milliondan umma ziyod savdo istaydigan bo'lsangiz, 1 million ziyod istasangiz, o'sha yana oyoq kiyim qo'yadiganimizni bonus hisobida olsangiz bo'ladi. Endi siz o'ylamoqchi mumkin, buni bir yerdan akeltiradi, arnay islatadi, zakaz ettiradi deb. O'yitib o'ylasangiz, siz o'lmaga telesiz. Bizda ya'ni o'zimizning seximiz bor, артында sexda barchasi o'zimizning a'g'alarimiz tarafından islatib, ya'ni ko'rib bo'lsangiz ham bo'ladi. O'zimizda islatilib, ya'ni o'zimizda saqlar, ya'ni aytganda o'zimizda barchasi bor degani. Seximizda ko'rdingiz, bizda hamma stanoklar bor, o'zimizda bari islatilib sotiladi, barchangizni kutib qoladigan bo'lamiz. Men sizlarga biroz aytadigan bo'lsam, bilasiz, Kigildan avtovokzalda bo'lasiz, avtovokzaldan Berman to'g'ri kelasiz. Kelganingizda beranda tushunarli bo'lishi uchun sport shkola bor. Sport shkola ya'ni o'zimizning жаңа yilda bayram o'tkazadigan joy. Bu sport shkoldan ozgina o'tsangiz, ya'ni beranda Nurli Bo'ston bor. Nurli Bo'stonning qarama-qarshi tarafi, ya'ni Kigili mebel o'rayi. Kigili mebel o'rayi, mebellarning manglayi.